Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana yana bitta ishimizni Xudo xolasa o'rnatib oldik. Bir tarafimizni 48,5 joyimiz. Bu tarafimizga ko'tarib qo'ydik. Bu tarafimizni rekalarni qattirdik. Ertaga nasib qilsa shu tarafimiz rekasini qattirsak, shundan ozroq katta xonalari bor. Akamizga qilib beramiz. Xudo xolasa. Indindan nasib rekasini qattirishni boshlaymiz. Soylarni ham chiqarib oldik chiroyli qilib. Oldi shapkamiz 2 metr chiqdi. Bu tarafimiz tepada rekalar qoldi.